Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun mana bizda Barselona va Real Madridning uchrashuvi bo'ladi. Va men bunda hakam bo'laman va o'yinni boshlaymiz. Qani boshladi. Real Madrid jamoasi o'yinni boshlab berdi do'stlar. Va Arda Güler davay. Oho, Barselona nima kimdir bilan chatishyapti hozir. Ana shu Real Madrid hozircha yaxshi o'yin ko'ryapti. Bugungi El Clasico do'stlar, donishda aniq men bunda hakamman. Shahriyor hakam do'stlar. Qarorchi nima bo'lyapti? Nima? Fol. Sen nima menga nima bildirmasin. Fol ko'radi, nima bo'ldi? Nima qildi? Ya. Ana darvozani tep. Kurtva. Давай, хорошо. Ajoyib, hali 0-0 bizda. Santiago Bernabeu yonyapti do'stlar mana. Qarashu hujum boshlandi Realdan. Fol. Hech qanday nimaga hojat yo'q. Sariq. Kimga berdi? Nimaga bunga berdi? Xudoga men animni ko'rsam. Hech yo'q. Давай. Oho. Gol mana do'stlar, gol mana. E'tiroz bildirma, e'tiroz. Mana kesin ya. Gol do'stlar, 100% gol. Хорошо, men do'stlar hech kimga yon bosyapganim yo'q. Men haqiqiy futbol muxlisiman. Aha. Golman. Offside bo'ldi bu yerda. Offside, 100% offside. Men ko'rdim, men hakamman. Menga e'tiroz bildirma. Menga e'tiroz. Sariq senga e'tiroz bildirma menga. Boshla. Ya, fol. E'tiroz bildirma deyapman men senga. Fol bo'ldi. Men hech kimga yon bosib, men eng odil hakamman. Men eng oqilona hakamman. Alvaro Carreras senga bilmasdan sariq berdim. Qani, davay, ticho meni. Hammasini duysin. Qarorchi. Men hech kimga yon bosmayman desam, men eng odil hakamman. Unutmanglar, hech qanday fol bo'lmadi bu yerda. Davom etamiz. Yey, nima eshitaman menga. Oy, fol. Men ko'rdim. La'nat sariq bermaydigan bo'lib qoldi. Men ko'rdim, qarorchi. 3 daqiqa qo'shamiz, birinchi taymga yetadi. Ana Realga berilsin. Hansi Flick. Sen nimaga bu yerda turibsan o'zi? Bilib qo'yraman. Hop. Birinchi taym tugayapti. 6-daqiqa 48da tugatishimiz kerak biz. Esdan chiqmasin. Yo. Tamam, birinchi taym tamom. Ajoyib birinchi taymdan keyin do'stlar bizda 1-0. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Real Madrid yutyapti. Barselona ham g'alabaga loyiq. Hop, nima? Sami u pashol naxuy. Qarorchi ikkinchi taymni boshlaymiz biz do'stlar. Men hech kimga yon bosmayman bilsangiz, men eng odil hakam bo'lyapman o'yinda. 100%. Hech kimga yon bosishlar bo'layotgani yo'q. Felix sen yo'qmading. Qarorchi do'stlar, men hech kimga yon bosmayman. Ko'ryapsizlar. Ajoyib o'yin. Men zo'r boshqaryapman o'yinni. Hop, Real Madrid ana Felix menga so'kkan uchun Real Madridga penalti do'stlar. Mayli, Real Madridga bitta penalti bera qolamizda. Hop. Kim menga e'tiroz bildirmoqchi? Kim? Tepishim mumkin. Marhamat. Ya bu fol nima bu yerda darvozabon oldinga chiqib ketib qoldi. Yo'qsa bunday bo'lmasligi kerak edi. Yo'qsa ana ishga ketganlar. Tepishing mumkin. Mana. Qizil bermaydigan bo'lib qoldi. 3 ta o'yinchi bo'lib qoldi-mi? 4 ta o'yinchi bo'lib 5 ta. Ajoyib 5 ta o'yinchi bo'lib qoldi. Nima qoldi Barselonada?
Barselonaga kamayib qolibdi do'stlar. Mana shu. O'zgarish bor ekan bu yerda. O'zgarishni qilamiz. Qani. Halol o'yin bo'lyapti do'stlar. Juda ham halol o'yin bo'lyapti bizda. Qaranglar. Chaldi. Realdan chaldi mana penalti buning uchun do'stlar. Nimaga chalasan sen? Real o'yinchidan chalish mumkin emas, sen bilmasmen sariq senga. Tepishing mumkin. Ana men hech nima bilmayman. Hala Madrid. To'g'rimi? Vinicius Junior. Ajoyib, men turmaydi. Men qirqayni boshlaydi. So'kinyapti menga, so'kindimi? Penalti yana. Menga so'kingani uchun penalti bo'lsa-da. Bu hech qanaqangi foyda bizayotgan yo'q. Tepishing mumkin. Ana. Kema yonimga ketdim men. Ana, gazol bo'lishi mumkin emas. Men hech kimga yon bosyapganim yo'q do'stlar. Men to'liq halol o'yinni boshqaryapman. Halol, 100% halol o'yinni boshqaryapman. Var shart emas o'yinni boshlaylar. Men mana shu Hansi Flick bilan bitta ko'rishib kelmoqchiman-da. Shu ta'addushi hurmat qilaman-da men Hansi Flickni. Sariq senga. Darvozabon boshlaydi. 100% darvozabon boshlaydi. Hop, 3 daqiqa qo'shib bera qolamiz, yetadi shu. 3 daqiqa yetadi do'stlar. Men bitta 5-0 qo'yishim 3 daqiqa yetadi-da. Men deyapman, Real 5-0 qilishga 3 daqiqa yetadi. Balki to'g'ri bo'ladi. Hali tugatmay turamiz, men mana yoqqa borib olay. O'zgarish shart emas. Real Madridga albatta. Va penalti, 100% penalti. 100% penalti bo'lsa. Chunki darvozabon oldinga chiqmagan-da. 100% penalti bo'ladi. Darvozabon oldinga chiqish kerak. O'yin oxirida darvozabon oldinga chiqmasa penalti bo'ladi-da do'stlar. Tepishing mumkin. Bo'ladi. 98 daqiqa bo'lib ketdi do'stlar. 5 o'yinni tugatamiz. Men eng odil hakam edim-da bunda do'stlar. Mana 5-0 ga yutdi. Real Madrid loyiq edi. Gapirim, qarochi do'stlar. Shunaqa bugun futbol bo'ldi sizlar bilan. Qarochi hammaga xayr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.